Assalomu alaykum hurmatli partnyorlar. Hozirgi videomiz SafePal'dagi pulimizni Binance'ga chiqarib, sotib, UzCardga tushirishni o'rganib olamiz. Demak, SafePal'ga kiramiz. Mana $6 32 sent daromadimiz bor. Shuni Binance'ga kirib olamiz. Binance'ga kirib, aktivga bosamiz va Wininst tugmasini bosamiz. On-chain pivotni bosamiz va istoriyadan BNB ni tanlab, setda OP BNB ni tanlaymiz. To есть Binance'dagi BNB adresimizni olamiz. OP BNB setidagi BNB adresimizni olib, SafePal'ga kirib, отправить tugmasini bosib, yashilni bosamiz. Tekshirib olish kerak. 7S0 adashmasdan mana joyda mana 7S0 oxirgi uchtasini tekshirib olamiz. Max. Tak. $6.32 sent yechilyapti. Mana pin kodingizni aytib turasiz. Отправить qilamiz. Va pin kodimiz 19 mi? 1954 1954 16. Ana chiqib ketdi. Endi 1-2 daqiqa kutishimiz kerak bo'ladi. Binance'ga sekinroq tushadi pul. Sekundda chiqadi. Pul yechganda srazu, pul tushirganda sal sekinroq tushadi. Hozir BNB da pulimiz tushadi. Pulimiz tushgandan keyin davom etamiz. USDT ga aylantirib, uni sotib, kartaga tushirishni o'rganamiz. Hozirroq kutib turamiz. Binance qonuniy ishlashni boshladi. Bemalol Binance'dagi shotimizda so'mni ham saqlab tursak bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri Binance o'zidan sotib olyapmiz hozir. Ko'tarilib boshlasa tashlab boqamiz. Ko'tarilyapti yaxshi. Bugun o'zida ham 7% mi 3% ko'tarildi. Ko'tarilib tushib turadi baribir. Mana joyda ko'rib turishimiz mumkin. 1-2%. Chiqib ko'tarilsa, Xudo xolasa ko'tariladi. tashlab обратно tashlayveradi. Demak, обработкада turibdi hozir pulimiz. Mana zaвершение bo'ldi. Xudoga shukr. Mana yana bir yangilaymiz. Shotimizga pul tushdi mana spotga. $6.31 sent atrofida pul tushdi. Ustiga bosamiz. Tak, сделкадан BNB USDTni tanlaymiz. Продать tugmasini bosib, рыночный order tanlab qo'yamiz. 100% ga olib boramiz. Продать BNB ni bosamiz. Aktivga o'tamiz. Mana BNB dollar USDT ga aylandi. Tak, endi buni uz kartamizga tushirishimiz kerak bo'ladi. Продать на карту. Demak, продать tugmasini bosamiz. Elektron chay qo'ychi bo'lamiz. 20. $6.21 sent. 79 ming pul bo'lyapti. Tak, spot TV shotimizga tushiramiz shuni. Spot TV shotimizga tushiramiz. Tak, spot shotimizga bu yerda tugmasini bosib. Demak, USDT ni so'mga aylantirdik. Mana 79 ming so'm tushdi. Tak, uni открыть kошелек ochib turib ko'rib olishimiz mumkin. Mana BNB da pulimiz. Uni USDT ga aylantirdik. Endi so'mga aylantirdik. 79 ming so'mga aylandi. Endi buni kartaga tushirib olamiz. Uning uchun yana BNB tugmasini bosib, еще servisdan вывести fiat tugmasini bosamiz. Mana Vivid orqali mana продолжить. Так,
Mana maksimalniy summa 79 ming hammasi. 9041 kartamizga tushishi kerak pul. 78 ming tushyapti. Adverti tugmasini bosamiz. Yo'qotyapman. Yo'qolib tashlab yo'qotyapman. Tak, endi dars uchunda. Tak, mana joyda autentikatorni ko'chirib olish kerak bo'ladi. Pochtadan ham tasdiqlab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi ozroq kutib turamiz. Kartamizga pul tushishini tekshiramiz. Pereychi aktiviga o'tamiz. Hozir 79 ming balansimizda pul turibdi. Mana o'sha kartamizga pul tushdi. Tak, mana 78.258 so'm tushdi. 137 ming bo'ldi kartamizda pul. Mana ozginadan keyin уже mana shotimiz nolga aylanadi. 79 ming yo'q bo'ladi. Hozirgi videomiz demak SafePal'dagi pulimizni Binance'ga olib chiqib, sotib kartaga tushirish bo'ldi. Bemalol o'tkazmalarni ana pochta orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Benim kasbiylarda o'chgan ekan. Kodini borib ular o'chirganmiz. O'sha shotimiz kartamizga pul tushdi. Balansimiz o'zgaradi ozginadan keyin. Mana обработкада ketyapti. Ana vivod. Atak kartamizga pul tushib bo'ldi. Mana bank, Humo kart, Uzkart kartaga tushyapti. Обработкада turibdi, lekin pulimiz уже tushib bo'ldi. 78.258 so'm. Tak, mana 78.258 so'm pul tushdi shotimizga. Mana bo'ldi, yechildi pulimiz va nihoyat uyatli pulimiz ham kartamizga tushdi. Hammaga e'tibor uchun rahmat.